Hammaga salom. Akbarjon ixtirochi kanaliga xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Tushunsiz, obunachilar, charchamayapsizlarmi? Bugun men internetda bitta narsani ko'rgandim. Aniq ekan, zo'r chiqdi. Endi notebookda sinab ko'ray deb notebookka ochdim. Mana hozir keyin sizlar bilan bitta zo'r narsa qilib ko'ramiz. Mana yoqdim. Wordga kirdim, yozadiganga qaranglar. Mana yozaman. F deymizda Mamitdagi alt bilan x birdaniga bosamiz. To'xtab turinglar. FD edi. Bunda bossak, ana. Qaranglar qanaqa yozuv paydo bo'ldi. Bu hech qanaqa moda emas, to'g'risini aytmoqman. Mana qaranglar. Mana F D altni birinchi bosib keyin x bossak, u qanaqa harf paydo bo'ldi? Qaranglar. FD. Bunda bosamiz, bunda qilsak, mana. Bu yoz ko'rdinglarmi, qanaqadir yozuv paydo bo'ldi mana. Mana shunaqa. Bu hech qanaqa moda emas, men aldamayapman, mana. Endi bu anaqa chiqib qoldi-ku, mana. Faqat FD da qilish mumkin, boshqasida qilish mumkin emas. Ana, ko'ringlar? Birinchi Mamitdagi altni bosib turib, keyin x bosasizlar. Alt yana qayerda bor? O'zi bitta alt bor. Mana. Siz ham albatta qilib ko'ringlar, obunachilar, mana. FD alt x. Mana bunaqa xni bosasizlar. Endi buni keyin ruschada ham qilib ko'ramiz. Mana ruschaga o'tkazish uchun alt bilan shiftni birdaniga bosamiz. Endi f ni topamiz ruscha. Mana f d qani d. D mana. FD. Endi bunda ham qilib ko'ramiz. Bunda bo'lmadi. Bunda bo'lmaydi. Shuning uchun o'zbekcha anaqada qilaverasizlar. FD alt x bo'ldi. Siz bu bilan kimlargadir SMS yozishingiz mumkin masalan. Keyin buni Telegramda ham albatta qilib ko'ramiz. Hozir mana Worddan chiqib ketamiz va Telegramga kiramiz. Tez bo'lish kerak, bo'lsa vaqt tugab qoladi. Hozir 1 minut obunachilar. Hozir izbirnimga kirib olay obunachilar. Mana endi Telegramda ham yozib ko'ramiz. Mana eng pastda turibman, mana hozir yozib ko'raman. FD x alt. To'xtanglar. Birinchi altni bosamiz, keyin x bosamiz, bo'lmadi. Faqat o'sha anaqada bo'lar ekan. Obunachilar. Mana. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. FD, mana yozilsin FD, ikkita FD, keyin alt bilan x birinchi altni bosib, keyin x bossa yana. Ko'rlar? Bu hech qanaqa vaqt olmaydi. Sizlar ham albatta sinab ko'ringlar. Pauza challenge-ni olmadim. Olmayman ham. Kutmanglar. Undan ko'ra bu kanal challenge uchun emas, to'g'ri bitta challenge oldim. Bu kanal o'zi bolalar uchun. Anaqani ham prosta bolalar qilib ko'rish uchun deyapman. Pauza challenge olmayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha obunachilar, xayr, salomat bo'linglar. Ne saqlanib chiqib ketamiz. Keyin obunachilar, menga ChatGPT meni qanaqa pixar uslubida ko'rasan dedim. Menga mana qarasam, chiqarib berdi. Qaranglar mana.